Mana qarang, bugun 25-oktyabr. O'zbekistonda pomidori pishib tayyor turibdi. Endi bizda O'zbekistonda hamma Antaliyani yaxshi ko'radi, Antaliyaga borib dam olgisi keladi, lekin Osmonbek, salom. Alaykum. Bu Antaliyadan gelmiş. Siz Antalya'dan geldiniz. Evet, Antalya'dan geldim. Bizde hamma Antalya boradi, siz bu yerga kelibsizda. Evet, burada keldim. Çalışım 8. Antalya'da dam olib yotmaysizmi? Yazda işimiz tükettikten keyin Ağustos'ta 10 gün 15 gün dam alamiz. Bu yerda nima ish qilyapsiz hozir? Navoiyda biz Navoiyda Zarafshan Golden Group'damiz hozir. Ulug'bek aka, mana Fayziy, hammalar taniysizlar. 10 hektarım agronomiyim. Men Ulug'bek aka, bu yerga pandemiya payti kelgan edim. Lekin To'g'ri. juda ko'p o'zgarish. Mana kirdik, oq xalatdamiz, aptekaga o'xshaydi. Havosi ham toza, o'zi chang yo'q va top-tozada. Mana bu kishi Mehriddin aka. Mehriddin aka. Şu kompleks direktörü. Shu kompleks direktori. Men hozir qoyil qoldim, ichkarini ko'rsatamiz. Eksport qanday bo'lyapti hozir? Eksport bo'lyapti. Eksportdan Rossiyaga eksport qilamiz. O'sha terim boshladik. Mana bir hafta 10 kundan keyin bu boshlanadi bu terim. Qarang, pomidorsin, ko'rsating. Umid aka, o manba. Nech puldan eksport qilyapsizlar hozir? Endi hozir eksport 18 minggacha. 18 ming, 15 ming. 15 mingdan 18 minggacha. Xudo xolasa, mana hozir havo yaxshi bo'lyapti. Gaz yoqdinglarmi yo'q? Yo'q, hali hozircha gaz yoqqanimiz yo'q. Ehtiyoji yo'q. Yo'q, hozircha ehtiyoji yo'q. Hozircha gaz yoqqanida tabiiy o'sha bu turetki ishi o'zi o'tkazadi. Bu shisha bu. Shisha bu. Shisha. Bu qilganingizga hozir necha yil bo'ldi, Ulug'bek aka? Buni qurganimizga 3 yil bo'ldi. Mana 7 yildan beri mana shu istiqomachilik faoliyati bilan shug'ullanyapmiz. Kompaniyamiz endi bitta yo'nalishlaridan biri. Birinchi gidroponikada qildik. Mana shu gidroponika polikarbonda. Mana polikarbon keyin mana shu shishaga o'tdik. Buni afzallik tomonlari Sherzodxon aka. Bu elektr energiyani kam sarflaydi. Gazni kam sarflaydi va hosilni buni sifati yaxshi. Rangi boshqacha. Rangi ham boshqacha. O'zini oqladimi yo'qmi hozir? Necha yil bor o'zini oqlash? Buni endi oqlashga kamida 7-8 yil bor. Bor. Buni endi usta ishlash kerak, mana agronomlar sifatli shu urug'iga ham bog'liq, juda urug'iga ham, agronomga ham bog'liq, mehnatga ham bog'liq. Bular mehnati, Bular yaxshi ishlayaptimi Turkiyadan kelganlar? Albatta, mana shu Usmonbek juda yaxshi o'zini ustasi, ishini ustasi. Harakati bor. Sifati ham mana ko'rib turganingizdek, sifatlari ham yomon emas. Sifati yaxshi. Men bir narsa aytmoqchiman. Bularda hozir yangi loyiha boshlanibdi. Pomidori hozir xudo xolasa moy oyigacha ishlaysizlar mana. Avji sovuq bo'lganda bo'ladi bu yerda. Mana endi noyabr oyidan hosil boshlandi. Noyabrdan may, aprelgacha hosil olinadi. Hozir yana chiqib ko'rsatamiz. Ulug'bek qilgan ish Golubika. Men endi hamma hozir mana korzinkada sotadi, Golubika bozor sotadi. Golubika hamma o'zgarib, hozir biz dasturxonimizga o'rganib qoldik Golubikaga. Ko'pchilik olib yeydi, ham juda foydali. Golubika nimaga foyda? Golubika o'zi bir shifobaxsh meva hisoblanadi. Bu asosan bizga O'zbekistonda chetdan kiradi. Erondan kiradi, mana Turkiyadan kiradi. 1 kilosini ozgina ana qilib qo'yadi. Men 1 kilosini hisoblaganimda 600 mingdan oshiq. Mana shu agar bu O'zbekistonda endi yangi olib mana Samarqandda bizda necha gektarga ekdi? Mana ko'chatda mana hozir ko'rganim 3 kilogacha bitta ko'chat hosil beradi. 20 yil davomida hosil beradi. Bu yerda ham Burak degan turk yigit qarayapti. Agronomimiz. Agronom. Burak yaxshi chalishyapti. Yaxshi chalishyapti. Anglayapmi, tushunayapmi? Tushunayapti. Tamam. Turkiyada bormi? Golubika bormi? Var. Bizde de var. Go'zalmi? Şimdilik çoğaldı. Bizde de ko'p bo'ldi. Endi Antaliyaga men borganman, bularda limon yaxshi ko'p bo'ladi, mandarin ko'p bo'ladi. Limon, mandarin, apelsin, ruslar ko'p. Keyin Golubikani yana afzallik tomonlari bundan dorivor mahsulotlar ham ishlab chiqaradi. Endi umuman o'zi juda ko'p vitamini ko'p. Vitamini ko'p. Erkaklarga juda foydali deyishadi, lekin shu bilan birga bolalarga ham yaxshi. Shu ichida ko'p mikroelementlar bor-da. Mana qarang, men pomidorni men qoyil qolyapman. Top-toza, qaralgan, musiqa. Mana hozir qizlar bilan gaplashdim, kayfiyatim zo'r. Ulug'bek, sizga rahmat. Har kuni ovqatlanamiz, osh yeymiz deydi. Pulni olamiz deydi. Uyimizda deydi 3 ta bolamiz bor deydi. Men borgan joyda o'ylayman-da, shu tadbirkor qancha ish joy yaratdi deyman. Xalqqa qanday foydasi deyapti. Hozir sizda kelingchi Mehriddin aka, qancha ishchi mana shu yerda navoiyliklar qancha ishlayapti? Doimiy va mavsumiy. Shu doim ana shu kompleksda 250 kishi ishlaydi o'zimizga. Undan tashqari kunliklarimiz bor. U ham yuzta общий 350 mingdan 350 odam mana har kuni kelib rizqini oladi. Keyin Ulug'bek ham bilaman, men endi kasab uyushmasida zo'r ishlaydi, ovqatxonalaringiz zo'r, tartib zo'r, to'g'rimi? Ertalabdan ish boshlanadi, toza go'shtdan ovqat tayyorlab berishadi. O'zi shunday bo'lish kerak hamma yoqda. Mana qarang, endi bu yoqni bitta ko'rsating. Ish avjida, mana bu yoqda juda uzun, bu gektar ketgan. Xudo xolasa O'zbekistondan dasturxonda mana pomidori ilgari qish paytida kam bo'lardi. Shunday. Keyin banan bo'lmasdi. Mana hozir Xudoga shukr dasturxonlarimizda
Pomidori ham bor. Xudoga shukr, hamma narsa bor. Hozir bozorimizda necha pul pomidori bizda? Hozir biz shu ichki Ichki bozorimizga ham hozir 15 ming, 14 ming, 15 ming. Yaxshi 15 ming. Bu ichida nimasi zarar kimyo narsalari yo'q. Yo'q, uni laboratoriya qilib, uni Kimyasi yo'q Yo'q. Bu yaxshi? Yaxshi, xudo shukr. Tabiiy deydi Tabiiy. Ari ishlatamiz, ya'ni o'zimiz. Mana ari ko'rdim. Mana bu yerda ari yuribdi. Bu nima ari mana shu? Shu ari changlatadi. Mana ari, e'tibor beringlar. Men hozir ko'rdim, shu changlatadi, Ha, changlashi. shunda şeyleri var o'zlarining. Korobkaların içinde. Bu brigadir bu qizimiz mana shu yerda. Qani, qizlarning kayfiyati yaxshimi, opa? Yaxshi. Yaxshi ishlashyaptimi? Yaxshi, Bir kunda rahmat. necha tonna teryapsizlar? Hozircha 10 tonnadan terilar koreyskidan-da. Ha, koreyskiy, unga ham borib Koreyskidan. ko'ramiz. Bundan endi nasib bo'lsa Xudo xohlasa shu noyabr 5-6larga boshlaymiz-da. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Kayfiyati yaxshimi hammani? Yaxshi hammasi. Parnigimiz ham yaxshi, hammasi. Zo'r. Havo yaxshi bo'lyapti-ku bu. Yaxshi, Xudoga shukr. Havodan bertilsa inshaalloh nasib bo'lsa tonnadan chiqib Mana ertalab kelib kelamiz. ish boshlaysa, peshin kelib qolganini sezasizlarmi yo'qmi? Sezmaymiz. Sezilmaydi. Ishlagan odam shunaqa bo'ladi-da. Ketgimiz kelmaydi. Mana ertalab boramiz, yana qaytib kelamiz ishga. Kasal bo'lsak ham shera kelamiz. To'g'ri. Bu yerda kelib nimaga? Gap ovqatlanish emas, bir-birini gaplashadi, do'stlashadi, to'g'rimi? Shuni. Ishlaydi, qanaqadir bir maza qiladi, kechqurun uyga pul bilan qaytadi. Shuni. Yaxshi ovqat. Peshinda Xudoga ovqat beradi, shukr. nima ovqatlayapsizlar? Har xil ovqat, osh, sho'rva, masalan, har doim astava, choy, har doim issiq ovqat. Katta rahmat. Sog' bo'ling, opa. Rahmat. Ishlaringizga rivoj. Rahmat, barakasini bersin. Ulug'bek Anishga ham rahmat, har Ha. doim mana. Ulug'bek Anish shuncha zo'r. kishini qozonni qaynab o'tirtishi. Hozir nima ish qilishyapti ular? Bular Savol barg ham bor, olyaptilar. Nima bo'lyapti? Barg olyapti. Barga? Ha. Bu barga nima qilasizlar? Mana shu Ha, bargni- xomtoy qilinyapti, xomtoy. Ha, mana shu kesib ketaveramiz. Bu mana bular katta Ha. bo'laveradi-ku. Ha. Kesiveramiz, bular kattaveradi mana shu Bittasini olib barglarni. bering, qani bittasini, agar ortiqchasi bo'lsa. Yo'q, hozir Olingan. ololmaymiz-da, bular Mana shular olingan mana Ha. mana. Qo'lda kesiladimi? Zarar keltiraman, hozir buni olsam zarar zarar keltiraman. bo'lmasin, yo'q, Ha, yo'q. shu uchun bundan Bu qaychili kesiladimi? Qaychili kesiladi. Bu qarab tepaga qarab ketaveradi. O'sib, Bu tepaga. tepaga qarab o'saveradi, keyin boshini olamiz, to'xtatamiz yana. Yana ikkinchi ko'chatni ekishni boshlaymiz. Ha, almashtirib Ha, ko'rib. shunday qilib. Bo'ldi, rahmat. Suvlarni berib Ulug'bek aka. Endi men eshitdim Navoiyda antiqa loyiha boshlanibdi. Bu eko nima deydi? Ekopark loyihasini boshladik. Nima bo'lyapti? Ekopark loyihasida endi mana shu Ulug'bek aka juda kuchli tadbirkor. Qiziltepa hokim bo'ldilar mana. Senator bo'lganlar. Juda energiyasi kuchli insonda. mana shu keladigan xalqi, mana shu aholini, mana turistlar ham bizda juda ko'p hozir oxirgi paytda kelyapti. Mana shularni kirib dam olishi uchun qulayliklar. Bu katta yo'lni bo'yida. Mana katta yo'lni bo'yida. M37 mi bu? M37 yo'lni bo'yida. Toshkentga yo'l. Brend mana staloylar, kafelar Ha, bo'ladi. ko'rdim hali. Bolalar Mana o'ynaydigan. Fidab dedingiz, to'g'rimi? Fidab. Men o'zi taniyman, zo'r yigit Fidab, Umidjon. Yana nima bor u? KFC ko'rdim. Elvis, keyin o'zimizning milliy taomlar bo'ladi. Bo'ldi, Va baraka. mana shu ichida bolalar uchun Tabiat bo'ladi. o'ynaydigan alohida o'ynaydigan joylari alohida bo'ladi va o'sha tropический mevalar bo'ladi. Bir 15 xil tropический mevalar ham mana shu ichida. Kecha ko'rdik, biz Samarqandga ham bordik. Samarqandda zo'r yigit bor ekan, Ulug'bek. Familiyasi kim edi? Vahab akam o'g'li. Vahab akam o'g'illari. Ulug'bek. Juda zo'r ish boshlabdi, omadini bersin. Bu ham qilaman deyapti. Kecha Samarqandda Coca-Cola ochilishi bo'ldi. Endi tadbirkorlik O'zbekiston zo'r ketyapti. Turkiyadan keldi kecha Aydinbey keldi. Furqan Aydinbey. Juda xursand bo'ldi. Samarqandda kecha bayram bo'ldi, chunki bizni bugun Coca-Cola O'zbekistonning suv shirinda butun dunyoga eksport bo'ladi. Butun dunyo. O'zbekistonni bizni turkiylarni suvida go'zal, havosida go'zal, insonlarida go'zal. Xudo shukr. İnsanları da güzel, mehnatkaş insanlar. 8 yıldan beri yaşayan umuman hiç kimseden yamanlık umuman hiç ben bir değmediler bile. Xudo şükür. Hemen caya varsam o Türkiye'den geldi mivansın deyip Shunday. şunday kılıyaptılar. Bir nima kirmaydi, bir tikon kirmaydi, bir tikon Xudo bu. shukr. Yaxshi ko'radi Turkiyadan Xudo shukr. keldi desa. Xudo shukr. Bu ota yurtiniz, bilib Ha, qo'ying. shunday, o'zim- Turkiya Anadolu bu ona yurtiniz. Özüm yurdum gibi yürüyordum. Umuman qiynalmaydım. Rahmat, rahmat.